Oldingi stajlar 10 million so'mgacha bo'lgan ishlarni tanlab oldik. Filtr yoqilgan. Qarang. Top reklama boshlanyapti. Menejer sotuv bo'yicha 10 million so'mgacha. Bu o'rtacha 5-6 million beradi. Yuqori daromad qilmoqchimisan? Mashina avto. Bu avto uncha foydasi yo'q. Massajist bo'lmaydi. Sotuv menejeri. O'rtacha Yandex. O'zlaringiz bilasizlar hozirgi sharoitni. Sotuv operatori 10 million. Qiz bola uchun. Qiz bolalarga ish har doim topilgan, lekin kam. Uncha beradimi yo'qmi bilmaymiz. Erkaklar sartaroshi. Xonaga arendaga berib kerakmas. Xo'sh, sotuv konsultant kerak 10 million so'mgacha. Bu yaxshi ish. Qilib bilganga oson ish. Operator qiz 10 million so'mgacha buncha ola olmaydi. Kladovshik 5 million so'mgacha. Qariyalar uchun, yoshi o'tganlar uchun. Lekin sog'ligi yetmaydi ularni. Xo'sh, studentlarga bo'ladi. Yandex, do'konga yigit kerak, gruzovik yigit kerak degani. Posudamoykaga ayol qizlar kerak. Bunaqangi reklama ko'p. Xo'sh, kerak bo'ladi o'qituvchi. Maktab bog'cha 7 million. Buncha berish qiyin. Avtokuryer. Bunaqangi reklamalar ko'p. Sovuq kunlarda Yandex bilamiz. Dispetcher zarur. Logistika tilini so'rash mumkin. Yandex yana. Profil truba. Zavod, mebelchi ustalar. Administrator, telefon aksessuar. Do'koniga ishchi olamiz. Sotuvchida. Rabota, selish dastavshik sotuvchi. Dastavshik ish ko'proq bo'lsa kerak bu ishda. Lekin vaqtinchalik ishga bo'ladi. Yandex ko'paygan. Firmaga tajribali agent, savdo vakili sotib bilasanmi? Mahsulotingni yo'qmi? Ishga taklif qilamiz 15 million so'mgacha. Shunchaki e'lon. Mini sexga pishiriq salat tayyorlashga ishga taklif qilamiz 4 million so'mgacha kam. 4 million kam. Taklif